Nasiya savdo halol. Lekin mana shu nasiya savdoni bahona qilib, bir musulmon ikkinchi musulmonni qarz botqog'iga tiqib tashayapti. Bir odamning mashinasi bor, naqd pulga sotsa 5000 ga sotadi. Asl narxi 5000. Qarzga kirib qolgan muhtoj odam keladi-da, haligi odamdan shu mashinasini so'raydi, nasiyaga. Qarzdor qarzini taqab yotibdi bu yoqda birov, endi berishlikka majbur. Shuning uchun haligi 5000 lik mashinasini 7000 ga o'tkazdi. Bozorga olib chiqib sotsa 5 ga sotadigan mashinasini nasiyaga berayotganligi uchun 7 ga beradi. 2000 foyda qilyaptimi? 40% foyda qo'ydi. Endi o'sha bilan ish bitmaydi. U 7000 ga o'tgan mashinasini ustiga 1 yilga nasiyaga berayotganligi uchun 50% foyda qo'yadi yana. Tanish manzarami? 50% degani 3500 degani. Endi qarang. Narxi asli 5000 lik bo'lgan mashinasi 10500 ga o'tyapti. 100% dan ko'proq foyda qilyaptimi? 5000 lik mashina qarzdorga 10500 ga o'tdi. Bunaqa foyda keltiradigan tijorat qayerda bor hozir?